Saka shahar aylanishda yeri remont qilingan 2 xonali uyni sizlarga taklif qilamiz. Ushbu xonadonimiz Asaka shahar aylanishda issiqlik manbayining yoniga yangi qurilgan 5 qavatli uyni 3-qavatida joylashgan. Ushbu xonadonimiz did bilan ta'minlangan, barcha qulayliklarga ega. Marhamat, qisqacha obzorimizni ko'ring. Ushbu xonadon videoda ko'rib turgan barcha jihozlari bilan birgalikda beriladi. Egalari narxini $25,000 so'rayapti. Qolgan to'lovlari bor. Batafsil ma'lumotlar uchun egalarning raqamiga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin.